Gohida shunaqa klient bilan bo'lgan suhbatni yozib olay deb shoshilaman, mikrofonni taqaman, u qizga ham taqib qo'yaman. Haqiqiy o'zlaridan bo'lgan aktivni eshitinglar deb. Shoshganimdan keyin уже mikrofonni yoqish esimdan chiqib qopti-da. Oramizdagi suhbat sizlar ham eshitinglar, sizlarga ham manfaatli bo'lsin. Dirdim, xullas mikrofonim yoqilmagan, o'sha holatdagi suhbatni boshqatdan aytib beraman. U qizga oqartiruvchi o'qitib berganman, oqartirishga yuzlarida sepgil dog'lar rosa kuchligida oqartirishga o'qitib berganman. Ishlatdilar va o'sha 10 kunda effektini zo'r sezdim. Opa, yuzim ancha sepgillarim nursizlandi, yuzim tiniqlashib, yaltirashni boshladi debdilar. SPF kremim tugab qoldi, bitta SPF bering dedilar. Va yana qanaqa qilib tushuntirdim. Orada jicha tushunmagan joylari bor ekan, shuni yana qaytadan tushuntirdim va oqartirishdan keyin doimiy namlantirish krem bo'lish kerak dedim. Namlantirish kremlarini gohida ishlatib, gohida ishlatmayotgan ekanlar. O'rnini gohida alishtirib qo'yayotgan ekanlar va yuz shuncha kremni ishlatgandan keyin yuz tozalaydigan umivalkani quruq yuzga tushmaydigan aloyligi bilan gurchligidan ishlatayotgan ekanlar. Ular aslo quruq yuzga tushmaydi. Shotkali bo'ladi. Hammalaringiz bilsalaringiz kerak. 15 ming, 20 ming so'm sotiladi ko'p joylarda. Shundan foydalanayotgan ekanlar. Buni отказ qildim va alohida quyosh kremda brendidagi Vardah brendi quruq yuzlar uchun umivalkasi bor edi, shuni berdim. Va yana qaytadan boshqatdan qanaqa qilib qaysidan keyin qaysini ishlatish kerakligi, ularda oralig'idagi kremlarda orasidagi masofani vaqtni tushuntirib berdim. Ilohim yanada zo'r bo'lsin, iloyim shifoli bo'lsin klientimizga va tugagandan keyin keyingi etapga bundan kuchliroq kremga o'tishligini tushuntirib bordim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.